欢迎同学们来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Sekila Eskai。今天我们要学习的是第9单元的语法任务，还有我们的文化小贴士啊。那我们呢一起来看一下，今天我们要学习的语法点呢不多，一个是不仅也，一个是不光还或者是也。其实两个意思呢非常的相近啊，两个意思非常的相近。之前我们学过一个不但而且的不但而且表示递进关系的啊。那这个不仅也呢跟它差不多，也是表示递进关系。第两个分句的不仅也后面是第一个分句。这个不仅后面是第一个分句，也后面是第二个分句。那么不仅后面和这个也后面第二个分句呢要比第一个分句更强烈一些更强烈一些，或者说意思更进一步。这个呢是我们的这个不仅也。texmi cho'nqirroq yoki bo'lmasa doirasi texmi kengroq deganda kuchayib minish kerak. Masalan, na'nada bir qiz olgan bo'lsa, o chiroyli bo'lib qolmasdan ham nihoyatda oq ko'ngil desak, Nana 不仅长得漂亮，也非常的善良。Nana 不仅长得漂亮，那ko'ngli demakchi bo'lsak心地也非常的善良，然后再比如说小明degan bo'lsak, u o'rganishda yaxshi bo'lib qolmasdan ham boshqalarga doim yordam qilib turdi desak, 小明不仅学习好，也乐于助人。小明不仅学习好，也乐于助人。然后再比如说biz mush maktabda o'qigan vaqtimizda asos fan bunda qo'shimcha fan deb qo'yamiz g'o. Asos fanni ham yaxshi o'qib qolmasdan qo'shimcha fanni yaxshi o'qishimiz kerak desak, 我们不仅要学好主科，也要学好副科我们不仅要学好主科，也要学好副科。这个呢是不仅也。那我们看一下书上的这两个例子这里不仅有好吃的，也有好玩的不也的Payzi yemekliklar bo'lib qolmasdan, ya'ni payzi o'ynaydigan narsalarmi chiqqan, borgan都可以鲁迅不仅喜欢读书，鲁迅 kitob ko'rishga amroq bo'lib qolmasdan, 也很爱护书, kitobni nihoyatda asraydi. 会了吗？ Manda bo'lib qolmasdan, yana mundaq degan vaqtimizda不仅也deb ishlasak bo'ldi. Ikkinchisi bu光也. Buni ko'pincha og'iz tilida ishlatamiz. Doirasiningki texmi kengayganligini ko'rsatib berdi doirasiningki texmi kengayganligini ko'rsatib berdi. Masalan, topshiriq ishlab bo'lolmaganlardan "Menlam emas, ularmi bor" desak, 没有做完作业的不光是我，还有他们。没有做完作业的不光是我，还有他们。那 doirasi asli mendilam to'xtab qolmadi, olani qitilib doirasi texmi kengaydi. 然后呢再比如说u muallim bo'lib qolmasdan ham nihoyatda bir dongliq yozuvchi desak, 他不光是老师，还是一位有名的作家。他不光是老师，还是一位有名的作家。desak bo'ladi. Munda ma'nosi yana munda bo'lib qolmasdan, yana mundaq. Ma'lum emas, yana mundaq.
degandagi。那比如说嘛 kitapdagi misalga qarasa， 不光是我们 bizlam emas， 别人也在干活 boshqalarmu ishlayotidi。他不光是我的哥哥 u mening agam bo'lib qolmasdan， 还是我的良师益友 meningki ustozim do'stim debdi。那就是说 bugungi嘛 不仅也 bilan 不光也呢两个意思差不多ikkisining ma'nosi o'xshab ketirgan yerlar jiqaroq。andan 不光也呢口语当中用的更多一些 ig'iz tilda bakrak ishlatamiz。那今天的这个语法不难不难。那老师呢跟这个同学们跟老师一起读一下啊。这里不仅有好吃的，也有好玩的。这里不仅有好吃的，也有好玩的。鲁迅不仅喜欢读书，也很爱护书。鲁迅不仅喜欢读书，也很爱护书。不光是我们，别人也在干活儿。不光是我们，别人也在干活儿。他不光是我的哥哥，还是我的良师益友。他不光是我的哥哥，还是我的良师益友。好，这是语法一点通。那接下来我们来看一下今天的任务大盘点任务大盘点。第一题是选词填空。不光什么什么也我们刚刚才学是吧？领结婚证 着想 ma'lum bir odam uchun o'ylash 不好意思xijil bo'lish satto'li 有利于 foydasi bor 着急 aldirash ansirash 确实 haqiqatan 啰嗦 ko'tuldimak 负责 mas'ul bo'lish 贴心这个 ko'ngliga yaqin deb tushunsak bo'ldi。好，那么第一个，他们打算5月20号ular 5 oyning 20si bir nima qilmoqchi 5 oyning 20si ma'lum bir kunda nima ish qilgandi 应该是哪一个呢？领结婚证领结婚证。他是个什么什么的孩子 u bir mundaq bola那unda qanday bo'ladi manaqchiga odamninki mushu xarakterga akirgan bo'ldig'ini应该是哪一个？贴心unda kuyimjan demakchi u bir kuyimjan bola 他是个贴心的孩子。你什么走吗 siz munda mangamsiz debdi 那应该是什么呀？那 minishqa aldiramsiz aldirash deb desak bo'lar 你着急走吗？着急ninki ansirashdan boshqa aldirash degan ma'nosi bor你着急走吗？姐姐家很干净deydi achamninki uyi nihoyatda pokiz 那qaysini aytsak bo'lar bu yerga 确实对吧achamning uyi haqiqatan bek pokiz ekan姐姐家确实很干净。第五个呢，我们邻居大妈是个很什么的人，但是大家都很爱她。那这个qo'shnimiz nihoyat mundaq odam lekin deydi lekin hammamiz uningga amroq na lekin amroq bo'lgandan keyin demak buni oldidagisi engashib odamga toza yoqmaydigan bir tarbi na uning ichida mana shu odamga yoqmag'idek bir tarbi qaysi bo'ladi 啰嗦 ko'tullaydi to'li ko'tullaydi 我们邻居大妈是个很啰嗦的人，但是大家都很爱她。第六个，他是一个工作认真又什么的人。xizmatda biz astoydil bo'lgandan keyin yana qanday bo'lishimiz kerak? Mas'uliyatchan bo'lishimiz kerak. 所以应该是他是一个工作认真又负责的人又负责的人。第七个呢，在班里学习的什么有大人有小朋友 cho'nglar bo'lib qolmasdan kichik bolalarmi bor 那么为ishga bo'sh o'rin keldigani 肯定是不光也sinfda o'qiyotgandan cho'nglarlam emas kichik bolalarmi bor 好第八个多吃蔬菜身体健康那ko'ksaynchiq yeb bersa salomatlikka nimasi bor
faydası var， 有利于有利于。第9个，又要去你们家吃饭。sizlarning uyga yana berib tomoq yeydigan bo'ldim。我真的很boshqalarning uyga berib tomoq yesa qanday qilamiz? Xijil bo'lamiz。我真的很不好意思很不好意思。爸妈这么做也是为你。opang这个opang dadangniki bunda qilishimiz sen uchun o'ylig'ini desak bo'ladi，应该是着想着想，为你着想。好，那接下来呢，跟老师一起来读一下。他们打算5月20号领结婚证。他们打算5月20号领结婚证。他是个贴心的孩子。他是个贴心的孩子。你着急走吗？你着急走吗？姐姐家确实很干净。姐姐家确实很干净。我们邻居大妈是个很啰嗦的人，但是大家都很爱她。我们邻居大妈是个很啰嗦的人，但是大家都很爱她。我是一个工作认真又他是一个工作认真又负责的人。他是一个工作认真又负责的人。在班里学习的不光有大人，也有小朋友在班里学习的不光有大人，也有小朋友。多吃蔬菜有利于身体健康。多吃蔬菜有利于身体健康。又要去你们家吃饭，我真的很不好意思。又要去你们家吃饭，我真的很不好意思。爸妈这么做也是为你着想。爸妈这么做也是为你着想。好，第二题，连词成句。我不好意思过一下。那nima degan gap bu? Xafa o'tib olsam bo'pti-ku demakchi. Nima deymiz? 不好意思，我过一下。xafa men bir o'tib olsam bo'lapmi? Avtobuslarda u yerda bu yerda mushu oldimizga odam jiq to'shab ketib, shundan keyin xafa men bir o'tib olay degandim degan chaqda shundaymiz. Chunki 不好意思，我过一下。不好意思，我过一下。bo'lib mayliqi电梯的 OK 那个 qisilib qolgan bo'lsangiz 不好意思，我过一下 deb tushunsangiz bo'ladi。第二个，妈妈，我工作妇联在那妇联那就是 opam 妇联的 ayollar birlashmasida ishlaydi desak， 我妈妈在妇联工作。我妈妈在妇联工作。第三个，明天玩计划我出去，那就是chiqib o'ynamoqchi ekan. Bu nima ekan? Plan ekan. 那就是我计划 men plan qildim. 我计划明天出去玩。我计划明天出去玩。第四个呢，人还创业能不光挣钱锻炼，那不光还干。那就是你们创业不光能赚钱挣钱挣钱，那就是创业不光挣钱还能锻炼人创业不光挣钱还能锻炼人。第五个呢，健康多运动有利于，那应该是多运动有利于健康。多运动有利于健康。好，第三个，替换千万要deganni mashq qilganmiz birinchisida。这件事千万要记住，bu ishni cho'qim esingizda tuting。开车千万要小心，mashina deganda cho'qim ehtiyot qiling。工作千万要细心，那xizmat qilganda cho'qim inchik bo'ling。开会千万要准时，yig'inlashganda cho'qim vaqtida keling。好，第二个，每个人要对自己的健康负责。Har odam o'zininki salomatligiga mas'ul bo'lishi kerak。
이게 bo'lishi kerak. 好，做事要对自己的行为负责. ish qilgan chaqda o'zingizningki ish harakatlaringizga ega bo'lishingiz kerak. mas'ul bo'lishingiz kerak. 做人要对自己的言行负责. Odam bo'lgankanmiz o'zimizningki gap so'zimiz, qilmishlarimizga mas'ul bo'lishimiz kerak. 男人要对自己的家庭负责. Er kishi degan o'ziningki oilasiga mas'ul bo'lish kerak, ega bo'lish kerak debdi. 第三个，不好意思，不好意思，hijil bo'lish. 那么他不好意思见我, u men bilan ko'rishishdan hijil bo'ldi. 同学不好意思说我, 这个 savoqdoshlarim meni ayblashdan hijil bo'ldi. 那么在这里这个说 ayplash degan ma'nosi chiqadi. 爸爸不好意思拒绝我, 那 dadam meni rad qilishdan hijil bo'ldi. 朋友不好意思麻烦我, do'stim meni avar qilishdan hijil bo'ldi. 有利于 foydali. 锻炼有利于健康, 读书有利于成长. 那锻炼有利于健康degan emas, chiniqish salomatlikka foydali, kitob o'qish o'sib yetilishimizga foydali, 尊重有利于团结, hurmatlash ittifoqlikka foydali, 真诚有利于友谊, 那 samimiylik do'stlikqa foydali. 第五个呢，要为什么什么着想, ma'num uchun o'ylash. 做事要为将来着想, bir ishni qilgan chaqda kelgusini o'ylashingiz kerak. 员工要为公司着想, xizmatchilar shirkatni o'ylashi kerak. 父母要为孩子着想, ota-onalar bolalarni o'ylashi kerak. 干部要为群众着想, kadrlar ommani o'ylashi kerak. 好，这个没有问题了吧？第四个呢，完成对话。顾丽姐，我要结婚了. Achaman to'y qilgan bo'ldim debdi. Namiyada bir savol ekan. 什么时候领结婚证了吗? desak bo'lgan u. Qachon to'y qilgan bo'ldingiz? Uylanish xati oldinglarmi? 什么时候领结婚证了吗? 还没有呢。领结婚证都需要办什么手续呀？这个 uylanish xati ilish uchun qanday rasmiyatlar ketadi? 你要先去做婚检, 然后再去登记. 登记刚讲的民政局个吧，你要先去婚检, 然后再去民政局登记. desek bo'ladi. Bu mening deganim,那 o'zimizningki padisda desekmi bo'laverdi. 下周就是婚礼了, kelar hafta to'y. 我得赶紧去办手续. tezdan rasmiyatlarni bajarishim kerak. 可不能小看这事, 千万要先领证. bu ishga sal qarmang. cho'qim avval uylanish xati iling. 领证才算这个合法婚姻维护权益的多, 那就领证才算合法婚姻, 或者是领证才算合法夫妻. 才能通过法律维护自己的权益, 才能通过法律维护自己的权益. 然后呢，阿兹古丽说什么呀？婚检必须要做吗？必须的多。那不sual bo'lgandan keyin就是cho'qim to'ydan burun tekshirish qilamdik. 婚检必须要做吗？那后面怎么说的？当然啦 albatta, 婚检对你们婚姻生活和孩子的健康有好处。但是我知道了，谢谢顾丽姐，对不对？好，那这个应该没有什么问题。不能to'ldirib bo'lgandan keyin o'zaro做一个对话啊，做一个对话。那第五个呢是听力题，肯定是先同学们自己听啊，anglab bo'lgandan keyin，然后你再跟老师一起来做。咱们来看一下第9单元的听力，一共是4个啊。第一个，不好意思，每次都麻烦你。kechiring, har qatam sizni avar qilyapman. 千万不要客气，hargiz tuzut qilma, 一点也不麻烦。azroqmi avar bo'lmadim? 难的是什么意思 ？A 不麻烦 ，B 麻烦 ，B C 有点麻烦，D 不想麻烦。
那就是一点都不麻烦的，你跟快说的不麻烦啊。A。第二个呢，小麦，我说了这么多，你不要觉得我啰嗦。哎，小麦，我的能是你不？我shunda jiqib ketdim，meni kutuldi deb isqamag'in。哎呀，怎么会呢？哎呀，我也你们得的干噻，看到munda bo'lsin。知道你是为我着想，men uchun o'ylab tayotganligingni bilaman。啊，女的是什么意思的？A 觉得男的啰嗦 ，B 不觉得啰嗦 ，C 生男的的气 ，D 不知道。哎，他应该是不觉得啰嗦啊，不觉得啰嗦，应该选 B。第三题呢，千万别忘记下午带孩子去医院接种疫苗。哎，去年balani doktorxonaga olib ulg'urishni unutib qolma。看我这记性，哎，qarab esimga demasam unutib qolibdiman。你不说，我早忘了。说话人是什么关系？balani olib keling degandan keyin应该是夫妻关系啊，夫妻关系。那应该选择 C 答案。第四个呢？喂，你好，你好，我想咨询一下，领结婚证都需要办什么手续？那so'rab boqay degandim, uylanish xatilish uchun qanday rasmiyatlar ketadi? 好的，请您稍等，现在为您转接服务台。bo'ladi, hozir sizga mushu mulozimat o'rniga ulab beramiz, saqlab turing deydi。那这段对话最有可能发生在什么地方？喂，你好，我yaxshimisiz deb turib boshlagandan keyin bu vay degandan keyin nima bo'ladi? Albatta telefonda deyishgan gaplarda bu。所以呢，答案应该是的答案啊，的答案。好，那接下来情景绘画。周末了，你打算邀请朋友来你家玩？那oxirgi kelib qoldi, do'stingizni uyingizga chaqirmoqchi bo'ldingiz。那bu vaqtida qanday qilamiz? 那就是 siz mushuni mazmun qilib turib bir dialog tuzib, o'zaro dialog qilaylik，那这个我就不多说了，不念我就不说了。那我们来看一下第7题，猜字谜。忙把心藏底，忙degan mahal心니 ostiga yushirib qo'yapti。那就应该是看啊，忙那个嘛竖心旁多，竖心旁呢就asli yanada deb buni ostiga yushirib qo'yapti。那就是usti o'xshash o'zgarmaydi, ostiga bir tog' yurak yazib qaysi xat bo'ladi? 忘 unutib qolishdiki 忘，那就第一个字应该是忘字啊。江边打工去的，江边江degan mahatniki yenini打工嘛工deganni urib yo'qitib ma去degan xat bor ekan。那u vaqtida 一个3点水bilan ma chudan birisi qaysi xat bo'ladi? 法 qonundagi 法 degan xatda。所以第7个应该是哪一个呢？法字。你猜对了吗？好，那这个呢就到这里。接下来看一下我们的文化小贴士。生育健康知识，怀孕前的准备。tug'ut sog'lomlik bilimlari, homildorlikdan ilgarigi tayyorlik。为了生育一个健康的宝宝，准备怀孕的夫妻双方应做到以下几点。1. Sağlam buvoq tug'ish uchun farzandlik bo'lishga tayyor bo'lgan xotin ikki taraf tuvandikilarni o'rindishi lozim. 1. 适龄生育，23至30岁是妇女生育的最佳年龄。Birinchi, muvofiq tug'ut yeshida tug'ish. 23dan 30 yoshgacha bo'lgan vaqt ayollarning bolalik bo'lishning eng yaxshi mezgili. 2. 怀孕前，夫妻双方应合理调整饮食结构，做到科学膳食、营养均衡。妇女尤其应注意叶酸的补充。Ikkinchi, homildor bo'lishdan ilgari xotin ikki taraf yemak-ichmak qurilmasini muvofiq tengshishi, ilmiy oziqlanib, oziqlikni tangpunglashtirishi. Bo'libmi ayollar folin kislotasi to'liqlashga alohida diqqat qilishi kerak. 3. 改变不良的生活习惯及行为，如烟、酒、药物成瘾，对过度疲劳、
过度压力、心理焦虑、抑郁等进行干预调整，必要时需用药物心理治疗。 3. Nachar turmush odati va turmush usulini o'zgartish lozim. Masalan, tamaka, haraq, dori xumari, haddidan ziyoda ortiq charchab ketish, ziyoda besim, psixikalik tashvishlanish, xomushlik qatorliqlarning oldini olish, tangshash, zarur tepilganda dori ichish, psixikalik davolash elib berish kerak. 4. 避免接触有毒有害物质，如汞、铅、有机溶剂、杀虫剂、甲醛、X 射线等。 4. Zaharlik, ziyonliq moddalar bilan uchrashishdan saqlanish lozim. Masalan, simab, qo'g'ishun, organik eritguchi, qurut o'ltirguchi dori, formalin, X nuri qatorliqlar. 5. 准备怀孕时切忌滥用药物，如果需要服药，应在医生指导下进行。 5. Homildorlikqa tayyorlik qilgan mezgilda hargiz qalaymaqan dori ishlatmaslik lozim. Agar dori iste'mol qilish to'g'ri kelsa, doktorning ko'rsatmasi bo'yicha ishlatish kerak. 6. 夫妻双方应进行全面体检，排除胎儿畸形的疾患。 6. Er-xotin ikki taraf umumyuzlik salomatlik tekshirtishi kerak. Bunda qilganda hamilaning yetilishi normal bo'lmaslikdan saqlang'ili bo'ladi. 好，亲爱的同学们，今天的内容就差不多讲完了啊。那文化小贴士，你们也都看完了。那今天的作业是把第10单元的内容呢，好好的复习一下，好吗？那我们下一期再见。